Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aynan bugun shu mavzuga to'xtalishni lozim deb topdim. Ko'ring. Assalomu alaykum. Bu aniq belgilangan Vazirlar Mahkamasining 796-son qarorida 2-bandida homiladorlik va tug'ish nafaqasiga ta'rif berilgan. Unda tug'ruqdan keyin 56 kun agar 2 yoki undan ortiq farzand ko'rgan yoki bo'lmasa og'ir kechgan, ya'ni kesarov bo'lganda 14 kun qo'shilib, u ham 70 kunga aylanishi belgilab qo'yilgan. Bunga qo'shimcha to'lov qilinadi. Nima uchun bu mavzu? Ko'rib turganingizdek, bu insonni kim deb atashga ham hozir hayronman. Chala yurist deymizmi yoki o'qimagan yurist deymizmi? 796-son Vazirlar Mahkamasining qarori haqida so'z yuritmoqdalar. O'zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasining 796-son qarorida aholiga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida bu qaror va bu qarorda nima haqida gap ketgan? Bu qarorda aynan davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar nazarda tutilgan. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan shaxslarga nisbatan nazarda tutiladi. Bu degani ertaga bizda shunaqa narsa borki, ayollarimizni ikkinchi farzandni kesarov tug'ayotgan bo'lsa, qani mani 21 million to'lovim deb to'polon qilishdan ham toyinmaydi. Lekin mana shunaqa qarori oxirigacha o'qimagan shaxslar mana shu narsani keltirib chiqarmoqda. Bitta narsani tushuninglar, hurmatli O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, hech qachon qarorlarda summalar belgilanmaydi. 21 million so'm bilan qattan olgan, ijtimoiy yagona reyestrda turish haqida gap ketmagan va mana shunday kattakon gaplar aytib ketilganki, maqsad obunachini ko'paytirish. Bu yerda boshqa hech qanaqa maqsad yo'q.